Somoniylar bog'idagi tarixiy ko'lda nima o'zgarishlar? Esingizda bo'lsa, 1 yilcha oldin Buxoro Somoniylar bog'idagi ko'l xuddi Orol dengiziga o'xshab qolgani haqida post chiqargandim. Bugun ta'mirlash ishlaridan so'ng bu lokatsiya qayta o'z faoliyatini boshlabdi. Keling, va'da qilingan o'zgarishlardan nimalar amalga oshganini ko'rib chiqsak. 535 metrlik maydonda joylashgan bu ko'lda dam olish maskani, sohil bo'yi salgohi va tungi kafelar bo'lishi kerak edi. Va'da qilingan loyiha mana bunday ko'rinishga bo'lish kerak aslida. Amalda esa hamma biladigan tarixiy ko'l qayta suvga to'ldirilib, atrofida yo'lakchalar qurilgan xolos. Shu yilning may oyida topshirish kerak bo'lgan bu lokatsiya menimcha hali to'liqligicha topshirilmagan. Lekin shunga qaramasdan ko'lda manzara juda chiroyli. Bolalikni eslatuvchi qayiqlar yana qayta xalqqa xizmat qilmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Bu loyihani qurishda qancha pul sarflangan? Fikringiz izohlarni qoldirishni unutmang. Bilmaydiganlar uchun bu ko'l Somoniylar madaniyat va istirohat bog'ining ichkari qismida joylashgan. Manzil aniq lokatsiyasi har doim Telegram kanalida bo'ladi. Buxorodagi eng so'nggi lokatsiyalar haqidagi ma'lumotlarni bilish uchun bizga obuna bo'lishni unutmang.